Yo'l transport hodisasidan jarohat olgan yana bir bemor olib kelindi. Uning ahvoli og'irligi sababli jonlantirish bo'limiga yotqizildi. Tungi soat 23:00 larda olib kelingan bemor aniqlik kiritilishicha Toshkent viloyati Chinoz tumanida avtohalokatga uchragan. Bemorimiz 43 yoshda. Bugun yo'l transport hodisasidan keyin Chinoz tibbiyot birlashmasidan olib kelindi. Piyodalar yo'lkasidan o'tayotgan vaqtda Lacetti rusumli mashinasi urib yuborgan. Bemorga dastlab qanday tashxis qo'yildi? Bemorda qorin bo'shlig'ini yopiq jarohatlanishi va ichaklarining yorilishi tashxisi qo'yildi va o'ng umr suyagining sinishi tashxisi qo'yildi. Hozirda bemorning ahvoli qanday va tez orada holati yaxshilanadimi? Hozirda bemorning umumiy ahvoli stabil, og'ir, hushida, adekvat. Bemorga standart bo'yicha davo choralari o'tkazilyapti. Tungi soat 03:32. Charchoq deyarli barchamizda sezilyapti, lekin bizni xursand qilayotgan narsa shuki, ko'rib turganingizdek shifoxonada bemorlar soni ancha kamaygan. Qani edi doimo shunday bo'lsa?